Bugun shu mashinachamiz bilan odamlarga mustaqillik nishonlab bayroqchalar tarqatamiz. Bu missiyani bajarish uchun mashinachamizga bir qancha mexanizmlar joyladik. Mashinani uzoqdan bemalol boshqara olish uchun har xil gradusda qimirlab bizga tasvirni uzatadigan kamera va bayroqni vatandoshlarimizga berish uchun uzayib qisqaradigan shunaqa ajoyib qo'l ham yasadik. Bularni yasash uchun biz 3D printerlardan foydalandik. Shunday qilib mashinachamiz tayyor. Bayroqlarni egalariga topshirishni boshlaymiz. А у него Ура! Все, Men bu bolalarga bayroqcha beraman desam, ular mashinani ham ko'tarib olishdi. Qo'llaridan arang chiqib ketdim o'zi ham. Juda bugun bolalar juda chaqqon. Mayli, davom etamiz. Bu kichik rejada yo'q edi lekin. Bayroqchani ko'rib qo'rqib ketishi kerak. Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamda hardam. Salom alaykum bor oqibatda oxiridagidan moddam xotirjam o'zbekim mani millatim donishmand devoxonam. Bo'lib xaronaqli xarobotilar Evonayu mashoyix abdollar Ibn Sino bobolarim Hazrati Naqshband darajati ulug'lar Falogardonlar Piramid poyinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot Hozirgi kunda ham noayyon bardavon Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom bayroqni oling. Keling, mana sizga Abdulloh sizga ekan bu, deng. Ana. Shunday qilib Alloh qodir qilganicha vatandoshlarimizga mustaqillik shukuhini ulashdik. Agar sizda qandaydir qo'shimcha fikrlar bo'lsa yoki bu mashinachamiz bilan yana nimalarnidir bajarish kerak bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.